Salut akalar. Qandaysizlar? Salomatmisizlar? Ishlaringiz avrimi akalar? Xo'sh akalar, bugungi roligimizda sizlar bilan birgalikda Instagramdan ajoyib bo'lgan videolarni ko'rishni davom etamiz akalar. Bu birinchi qismi. O'sha akalar, bu birinchi qismi. Instagramdan akalar ajoyib videolar ko'rishni biz boshlaymiz akalar, xudo xolasa. Tak, mana boshladik. Tak. Dunyoda turingki, maktablarda o'g'il bolalarning soni Tak, o'sib ketadigan bo'lsa, maktab direktori ham, uning sinf rahbari ham sochini kesib tashlashga haqli. Hayır akalar. Maktab bolalari deyapti, sochi 2-3 santimetrdan o'sib ketsa deyapti, o'sib ketsa deyapti. Direktori ham, ya'ni o'qituvchisi ham kesib tashlashga haqqi bor deyapti. Mana opasi jilla akalar. Mana ya'ni Damascha akalar haqida gaplashamiz. Damascha akalar. Damascha akalarga Innomarkami boshqa mashinami umuman farqi yo'q. Luboy bilan Bizda ham Damas bor ekan, shunaqa. Maqsad umuman bosish emas. O'sha yo'l chekasida turgan odamni birinchi bo'lib avalish. Hamma banklarda 5000 talik qolmasa qolmaydi, lekin Damascha akalarda pochkalab turadi. Mers, Ban va Trentdan qolsa qoladi, lekin Damas umuman Ana, ko'rinaman men nima deyman sizlar? Loyla Damas Trentdan qolmaydi. Ha. Luboy joyga sig'ib ketaveradi. Damascha akalarda shiori bor. Malibu haydab qizlarga yoqqandan Damas haydab oila boqqan yaxshi. Ana Loyla, ana. Ko'rdinglarmi? Ana Loyla. Yarim tunda baland ovoz bilan miyovlab odamlar tinchini buzgan mushuk qo'lga olindi. Akalar, masjidga qo'ydi akalar. Assalom. Skrionni bola olib qolaman akalar. Mana opam akalar. Mana akalar, bizning O'zbekistonimizning yo'llari ko'ryapsizlar, mana akalar. To'liq ta'mirdan chiqibdi. Ana, ko'rdinglarmi aka? Boboy u suzyapti akalar, yetti suv velosipedini baloni 8 o'pib qayrilib ketdi akalar. Tushundinglarmi? U yo'l o'zi to'g'ri akalar, suv bosib turadi yo'lga, ha. Toshkentda Damaslar o'g'irlab ketilmoqda. Hozirgi kunda Damaslar vositasini olib qochish bilan bog'liq jinoyatlarda Damas xo'rak bo'lmoqda. Opangni Damas o'ray bo'ldimi bu? Hech kim yashaydi, o'z xonimda yashaydi. Butun umrim azobda o'tdi. Boshqasida o'tdi, yo'qda sargardonlik, yo'qda. Toshkentda Damaslar o'g'irlab ketilmoqda. Hozirgi kunda transport Damasni quloq yeb olishasan. Ana yana Damas keladi. Ko'ryapsizlarmi akalar? Men Damas muxlisiman deb ko'ryapsizlarmi? Ovoz chiqmay qoldi. Ha, Damas ko'ryapsizlarmi? Shakkar, shedevr akalar. O'zimizda ham Damas bor akalar, yili 2012 akalar. Qaymoqdan, lekin kraskasi ideal akalar, kraskasi ideal, tushunyapsizlarmi? Bu Damasga qaranglar. Vau, ne xuva akalar. Men ham akalar pulim ko'tarib qo'rnikada tog'ib kelsam bu Damasga pul sarflab olaman akalar. Tushunyapsizlarmi? Jahon aka keling samsaga. Yana Jahon aka keling samsaga deyman akalar. Jahon ismli bolalar bormi akalar, obunachilarimiz sizlar? Mana shu mishkani bir bosasizlar akalar, bo'ldi. Bo'lib ketadi, ha. Mana. Ko'buldan akalar. Mana Cobalt legenda. Mana Gentle legenda. Mana. Bu Cobalt legenda, bu Gentle legenda farqi yo'q akalar. Podpiska bosib obuna Pul yotibdi. Ha. Shunaqa bolalarni hech kim qo'llab qolmaydi. 3-jahon urushiga qarab boryapmiz. Bu hazil emas. Rossiya Yani, prezidenti 3-jahon urushiga qarab boryapmiz akalar. Eshitinglar, Loyla, buni eshitinglar. U 3-jahon urushi xavfi haqida jiddiy ogohlantirib, buni mubolag'a va obrazli ifoda Bular qadam biladi, bular banday akalar, banday. Yaratgan biladi, yaratgan akalar, o tepadagi yaratgan biladi. Ishonmanglar akalar bunaqa gaplarga. Sizni mashinangiz Cobalt bo'lsa, bu video aynan siz uchun. Mashinangizni zabt qilganingizda samoda 16 kod yonib qolsa, demak sizni stop chiroqlaringiz ishlamayapti. Agar 20 kod yonsa, 10 tomon birinchi chiroqlaringiz ishdan chiqqan. 174 kod yonsa, demak sizni akkumulyatoringiz yetib kelgan. Men sizlarga asosiy 3 tasini Ha, bilib olinglar, Loyla. Cobalt minadigan Loyla bo'lsa bilib olsan. Mikrofonni yetirib ketdi akalar. Ortib yubordi. Kompyuterda o'zi ham hayron qoldi akalar. Joyib yangilik.
Endi O'zbekistonda ta'mirlanmagan va asfalt qilinmagan yo'llar umuman qolmaydi. Ha, qolmaydi akalar. Ha. Ishonmagan do'stingga somon chiqar. Aytaman akalar, o'zinglar ko'ylar. Nima chiqishini bilmayman men. Tushunyapsizlarmi? Loylar, noto'g'ri gaplar yozmanglar. Somon tiqar kutinga dedi akalar. Ha, kutinga dedi nima? Kompyuterda ham mesaj chiqdi akalar qaylar. Kompyuter akalar, kompyuter. Akalar. PUBG. PUBG degan akalar. Shuni o'chirib olinglar, xudo xayr bersin. O'chiringlar, hozir o'chiringlar, mayli, hammalasini aytaman. O'chiring telefoningizdan shu harom o'yin. Adin Xbet deganlar harom bu narsa. PUBG degan o'yin bor. O'ylab turibsizlarmi orolada? Mana gapiryapti akalar, PUBG o'ynaydigan loylar ekan. Siz PUBG o'ynamaysizmi? Yo'q akalar, men PUBG 2024-yil o'ynaganman akalar PUBG'ni. 2024-2023-yil oxir 2024 to'liq o'ynaganman. Undan keyin telefonning ekrani sinib qolib akalar, Alloh akbar o'gan. Keyin yana yangi telefon olib, yana shunday PUBG o'ynaganman. Hozir PUBG o'ynayman akalar 2025 ga kelib. Endi orada o'ynab ko'rdim, telefonim qatori mana dedim akalar, o'chirib yubordim. Ha. Muzikani hamma qidiryapti. Mayli, sizga eshitiraman. Ha, bolalik zo'r bo'lardi. Yovchi yesam onam urardi. Yovchidan qochardim. Chekdagi televizorni yo o'ngdagi nima Traktor chiqmaydi bu. o'rtada Akalar, uzr. Ming bor o'zi akalar, uzr. Uzr akalar, kechirasizlar. Kallam yuripyapsizlar, menda ayb yo'q aka. O'zi chiqdi akalar, o'zi chiqdi. Nima bo'ldi akalar? Men tushunmay qoldim. Akalar, uzr, kallam yuripyapsizlar. Knopkani bosib turamiz, qarang. Kod chiqadi. Telefondan tersi, keyin barda tushadi. Nexia bir chiqarishmi akalar bu? Ha, akalar Nexia bir ishlab chiqaryapti. Endi Nexia bilan akalar где-то 2008-yillargacha chiqqan, endi meni bilishim bo'yicha akalar Nexia bilan. 96-yildan. Ha. Qanjiq. Qamchiqmi? Qanjiq dedim akalar, mayli. Necha yo'q? Yaxshilab kallani ishlatib ish qilsak bo'lmasmidi? Men o'ylab ish qildim. Yana soqib yamayoni. Agar sizni zaharli ilon chaqsa, sizni 5 minut umringiz qoladi. O'sha ilon kelib yana sizni chaqsa, sizni 10 minut umringiz qoladi. Evet, kelib chaqsa 10 minut umringiz qoladimi deydi akalar. Mana Damas qayda akalar. Ana. Like bosinglar akalar, hatto bitta like bosib qo'ying, Damas uchun ham like bosib qo'yinglar shu videoga. Jentram Malibu. Malibu. Katta bolalar mashinasi Gentra. Malibu. Bo'lib, sinali qilsin. Malibu 2 deganlar like bosamiz, Gentra deganlar kommentariy qoldiramiz. Gentra bilan Cobalt'ni Ikkalasi ham emas akalar. Ovora bo'lmanglar, hech qachon Cobalt Gentraga o'xshamaydi. Voy, Gentra qatta-yu Cobalt. Juda tezlab ketyapman akalar. Narzani yaxshilab bilib olinglar. Gentrada serozli mujik o'qida yurishadi. Ha, nima bo'ladi akalar? Kamerani qo'yib, pismayib, Onasi o'pmagan. Voy. Mo'ylovlariga, soqollariga, baqlariga britva tegmagan tabiiy qizga uylanaman degan bo'ydoqlarimiz uchun marhamat. Voy. Sekin ichkiga o'tib huchib qilaverasizlar. Voy akalar. Onasi o'pmagan. Voy akalar, voy yurak, voy. Kim uylanadi akalar bu qizga aytdi? Kim uylanadi? Hech kim akalar, hech kim. Bu qizga akalar, menimcha itam uylanmasa kerak. Yo'q, menga bo'lmadi bu deb ketaveradi akalar. Itam uylanmaydi akalar, shuni o'yla. Itam yo'q, men akalar, men bo'lib pishdim deydi akalar. Kommentini ko'ring desa, yo'q akalar, yo'q. O'ylayapsiz, kommentlarni ko'rishga toqatim yo'q. mana shu telefonlarni atiga 1% inson ushlay oladi. Mana, yo'q, o'shaman akalar. Arnold Dundigovich. Ha. Damasga yangilikni biri, bu videoni oxirigacha ko'rsangiz, nima yangilik ekanini bilib olasizlar. Ha, bilib olamiz akalar.
shaharlikman. Jazolardanman. Bo'ldi akalar, bo'ldi. Uzr. Akalar to'g'ri tushunasizlar. Qanaqa video chiqishini men bilmayman, jon akalar. Endi har xil gaplar yozib o'tirmanglar. Amma sanaqa manaqa narsa kiradi, sanaqa narsa kiradi. Mas akalar. Qanaqa video chiqishini bilmayman, to'g'ri tushuninglar akalar, jon akalar. Bu Instagramda videolarni bilinglar qanaqa chiqishini. Nima bu? Uni sarada men gimbu akalar, gimbu. Nima bu? Anaqa Damas Samarqand diskami shu? Ana. Xayr. Salom. Akalar. Qaylar sizlarga endi men bir savolda endi akalar, savol tug'ilishi mumkin menda sizlarni. Qobul yaxshimi, jentra yaxshimi deyapsizlar, to'g'rimi akalar? Endi jentra ham normal mashina akalar. Jentra ham. Lekin Cobalt ham normal, chunki Cobalt saloni bag'ri keng akalar, Cobalt. Jentra esa haligi yozibadar uchun endi haligi bo'ydoq bir akalar, bo'z akalar u qizlar bilan yaltash uchun chiqarilgan, moslashtirilgan mashina akalar u. Tushunyapsizlarmi, jentra? Ha. Cobalt endi oilaviy mashina u akalar. Damas singarida u ham, tushunyapsizlarmi? Mana bu oq Damas singar, ha. Baxt Damasda. deb to'g'ri akalar. Bu gapida ham jon bor lekin. Mana like urib qo'yinglar akalar, mana shu yerga bitta. Ha. Akalar, uji, qaranglar. Qaranglar akalar, uji. Uji, akalar, 10 mingta o'tib ketdi akalar. 10-chi menda yetar akalar bunga, ha, menga bugun yetar akalar, yetar. Albatta, mana bugungi video roligimiz sizlarga yoqqan bo'lsa, bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni va videolarimizga like bosib qo'yishni unutmanglar akalar. Sizlar bilan har doimgidek biz Legenda Uzbek kanali bo'ldi. E'tiboringlar uchun katta rahmat. Joninglar sog' bo'lsin akalar.